aynan siz shunday bo'g'oz mollarni, jaydari molli narxida qidirayotgan yoki olmoqchi bo'lmoqchimisiz, hurmatli obunachilar? Mana biz Namangan viloyatidamiz, Namangan shahrida, mol bozorining tepasidagi bir katta fermaga kelganmiz. Jaydari molli narxida bo'g'oz xunojillarimiz, birinchi qorin bo'g'oz xunojillarini albatta sotib olishingni tavsiya qilaman. Videoni o'tkazmay ko'ringlar, hurmatli obunachilar. 20,5 milliondan boshlangan 22 million so'mgacha narx qo'yilgan. 2 oydan 6 oygacha bo'g'oz. Bunday arzon bo'g'oz xunojillar albatta Fozil YouTube kanalida bo'ladi. Namanganda molli narxi tushib ketdi, bo'g'ozlarning narxi olgan odam bitta emas, ikkita mol olayotgan bo'ladi. Video roligi boshladik, videoni o'tkazmay ko'ringlar. Siz 20 million, 22 millionga bitta mol olasiz, qonunda 6 oylik bo'g'oz bolasi bilan, hurmatli obunachilar. Bu degani siz bir emas, ikkita mol sotib olayotgan bo'lasiz. Biz video roligi boshladik, videoni o'tkazmay ko'ringlar akalar. Narxlar bomba bo'lgan, zo'r bo'lgan. Bunaqa arzon mollar faqat Namanganda bo'ladi. Bo'g'oz varianti, faqat bo'g'ozdan olaman deganlar shoshilib ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Marhamat, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, Namangan viloyati, Namangan shahri mol bozorining yonginasidagi katta fermaga kelganmiz. Bu yerda o'sha nasldor Kalbankiski limuzinga gibrid bo'lgan bo'g'oz xunojilarimiz sotuvga e'lon qilinyapti. Videoni o'tkazmay ko'rsangiz barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz va videolarimizni o'tkazmay ko'rishingni tavsiya qilaman. Albatta bittadan like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Assalomu alaykum, Fozil YouTube kanali nashriy obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan chorvador aka-ukalar, nasl ishqibozlari, Kalbankiski paroda ishqibozlari. Namangan viloyati, Yangi Namangan tumani, Samarqand savxoz chorva bozorining yonginasidagi katta fermadamiz. Bu yerda sotiladigan bo'g'oz xunojillarimiz, birinchi qoringa bo'g'oz xunojillarini hozir video davomida to'liq ma'lumotni o'zim berib o'taman. Albatta videolarimizni o'tkazmay ko'rishingni tavsiya qilaman. Hurmatli obunachilar, ekrandagi nomer sizlarning xizmatingizda. Albatta shu nomerdan lokatsiyani so'rab kelaverasizlar yoki bo'lmasam Telegram kanalimizda bu mol firmaning manzil lokatsiyasi bo'ladi. Kelib xunojillarimiz, bo'g'oz xunojillarimizni sotib olsanglar bo'ladi. Bugungi sana do'stlar 9-noyabr haftaning yakshanba kuni 2025-yil. Maza qilib dam olib yotgan bo'lsangiz kerak, hoji aka. Mana endi molni ko'paytiradigan, sonini ko'paytiradigan, soniga ishlaydigan vaqt keldi. Hurmatli obunachilar, bitta novvosni olgandan keyin 8 oy, 1 yil boqasiz-a, endi novvos ishqibozlariga aytyapmiz. Mana endi ko'pchilik novvos boqishdan voz kechib yoryapti. Sababiki novvos boqish oson bo'lmayapti. Mana yemlar yana 6 mingga chiqib oldi kunjaralar. Va hurmatli aka-ukalar, mana bu xunojillarimizni olasiz. Bo'g'oz xudo xolisa tug'ib beradi, shu 8 oy, 1 yil ichida molingiz ikkitaga aylanadimi? Ha, bolasini olib qolib enasini sotib olsangiz ham xudo xolisa foydada chiqarasiz inshaalloh. Hurmatli obunachilar, video roligi boshlaymiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Videolarimizni o'tkazmay ko'ringlar. Narxlari bomba bo'lgan, shishkalar narxda, arzon narxlarda Namangan viloyati, Yangi Namangan tumani Mo'shna mol bozori yonginasidagi molxonada aziz obunachilar. Ko'ryapsizlar. Hurmatli obunachilar, Kalbankiski paroda bo'g'oz xunojillarni ma'lumotini berib o'taman. Mana arqonlarga o'rganib qolgan, odamdan qo'rqib bir hurkib, bir o'zini aqabaqa irg'ib tashlaydigan holatlar, stress holatlardan chiqqan. Sababiki xunojillarimiz kelganda biz sharoitga, biz o'zbeklar bilasizlar, hamma narsani o'rgatib olamiz. Ko'nikma hosil bo'lgan bo'ladi. Shu bag'lab boqasizmi, qo'yvorib boqasizmi, bag'lab boqishga ham ko'nikma hosil bo'lgan. Somon, selos aralashmalarni yeb turibdi. Mana endi bularni eng zo'r jihat shu jihatdan bular odamlarni hayron qoldiradigan parodaki, hurmatli obunachilar. Bular shunaqaki kasallikka chidamlik. Eng zo'r jihati mana shu. Men o'zim shu boqib ko'rib, o'zim guvohi bo'ldim va hozir ham ko'pchilik qiziqib boqyapti bu parodani. Hurmatli obunachilar, eng zo'r jihati o'sha novvosi, bular xunojini shu xudo xolasa, bular ham novvos kabi zo'r ketadi. Bularni hammasi bo'g'oz, soni 45 ta, hurmatli obunachilar. Hammasi bo'g'oz, mana ko'ryapsiz. Hozir kechki ozuqasini berish bilan band bo'lishyapti akalarimiz. Xo'p, bularni endi orqa boshlariga ham bir o'tib ko'rsatib qo'yaman, narxlarini aytaman. Dastavka xizmatlarini aytadigan bo'lsam, aziz obunachilar, dastavka xizmatlari kelishiladi. Qayga nechta olishingizdan qat'iy nazar ustida, xudo xolisa,
dastavkasini kelishamiz deb aytishdi. O'shaning uchun to'liq ma'lumotni o'zim berib o'tyapman. Bu yerda ikkita mol sotilmaydi. Biri mana bu shved xunajin sotilmaydi. Yana u o'rtada bitta qora xunajin bor, u ham sotilmaydi. Bo'y bastlarini aytadigan bo'lsam, bu xunajinlarimizning bo'y bastlari aziz obunachilar 1.20 plus 1.25 shunaqadan kelib qoladi. 1.20 ga yaqin bundaqa bitta ikkitasi ham bor ekan. Mana shular 1.20 ga yaqin kichkinasi. Bo'y bast shunaqa. Endi bular necha oylikdan bo'g'oz ekan deb qiziqayotgan obunachilarimiz albatta intizorlik bilan kutayotgan bo'lsangiz kerak. Aziz obunachilar, bularni bo'g'ozlik vaqti 2 oydan 6 oygacha bo'g'oz o'zi yordamida tekshirib qo'yilgan. Agarda sizga shunaqa bo'g'oz xunajinlar kerak bo'lsa, bexijolat ekrandagi nomerlarga bog'lanib, telefon qilib kelib, xohlang doktoringiz bilan kelib tekshirib oling, xohlang shu yerda aka bilan kelishib tekshirib oling. Lekin tekshirilgan, yana kerak bo'lsa tekshirib beraveramiz. Yana kerak bo'lsa ishonch hosil qilishingiz uchun tekshirib berilaveradi, hurmatli obunachilar. Bu yog'idan bexijolat ikkilanmay kelaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, endi yelillarni qo'zg'ab qo'ygan, shu 6 oylik, 5 oylik bo'lgan bo'g'ozlarimizni yelillari qo'zg'ab qo'ygan. Mana o'sha ikkinchisi sotilmaydigan-da, mana shu. Mana shuni sotilmaydi. Lekin bo'g'ozlikka o'sha mana shu 45 ta bo'lsa, 43 tasi bo'g'oz bu xunajinlarimiz. 43 tasi bo'g'oz, ikkitasi qisir ekan aziz obunachilar. Mana shu holatda mana ko'ring janavarlarni. Juda ham zo'r. Endi bular yashur kasalligi bo'ladi, boshqa kasallik, liboy kasalligi yengadi. Bularning o'zi sorti emlatilganmi? Qanaqa kasallikka emlatildi aka? Dermatitgami? Yashur bilan dermatitga emlatilibdi aziz obunachilar mana. Buni qarang, yelillari ko'chib qolgan. Misol qilib bittasini ko'rsatadigan bo'lsam-da, yelillari ko'chib qolgan. Kurak tishini endi chiqazishga kelganlari ham bor ekan, chiqazmaganlari ham bor ekan. Lekin bo'g'ozligiga 99 emas, 200% garantiya ekan aziz obunachilar. Eng asosiysi bular shunaqangi zo'r parodaki, shu kasallikka chidamlikda. Kalmykiy parodalar juda ham kasallikka moyilligi nima deydi? Kasallikka moyilligi kamda bularning. Nima deydi? Haligi hamma molga o'xshab kasal bo'lsa ham lapshayib nima qilib turolmaydi. Kasal bo'lsa ham bular ko'zini shu katta ochib kasalmasdek turadi. 1-2 kun yemaydi, lekin 1-2 kundan keyin yana yeb ketaveradi. Nimaiki men o'zim boqqanda buni amalda sinab ko'rib bilib oldim-da. Ilgaridan Rossiyada ishlab yurganimizda Kalmykiy buqalarni o'sha Dagestan o'lkalarida yoki bo'lmasam shu Rossiya o'lkalarida ko'rganmiz-da, boqishganni. Mana o'sha xudo xolasa shu toza 100% Kalmykiylar mana shular bo'ladi, hurmatli obunachilar. Lekin olgan odam hech qachon afsus qilmaydi. Sababiki mana bitta novvosni boqib 20 millionga misol uchun mana shunaqa novvos olsangiz-da, 20 millionga. Kichkina novvosi kuraga chiqmagan novvos olasiz. Bu yerda aziz obunachilar narxini aytadigan bo'lsam, bo'g'oz siz bitta emas, ikkita mol sotib olyapsiz, ikkita aziz obunachilar. 20 millionga misol uchun mana shuni 20,5 millionga yo 22 millionga olsangiz, 22 millionga kuraga chiqmagan novvosi beradi. Bu 22 millionga siz qonunda bolasi bilan sotib olyapsiz. Bu agar 6 oylik bo'g'oz bo'lsa, 3 oyda bahorda tug'ib beradi bu, qish oxirida. Qalay? Tuqqandan keyin yana 6 oy boqib turib, bolasini emizib turib, yoki bo'lmasam enasini yemlab sotib olsangiz, bolasi ham qolib ketaveradi. Siz hech qanaqasiga yutqazmaysiz. Musofirda ko'rayotgan aka-ukalarimiz yoki bo'lmasam shu mol qilib sonini ko'paytiraman, go'sht yo'nalishida ishlayman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilaman. Yurakdan tavsiya qilaman. Albatta, siz bitta mol olmaysiz, ikkita mol olyapsiz-da. U yog'ini ham inobatga olib qo'ying. Ma'lumot o'rnida ma'lumotni beryapmiz, buni o'ziga oladiganlar bor bizning gapimizni. Endi olmaydiganlar bor-da. Endi bu taklifi biz berib o'tib ketaveramiz. Biz vazifamiz taklif berish. Qabul qilish endi o'zingizga havolas. Endi kim qabul qilsa, maza qilib chiroylikgina foydada bo'ladi. Kim qabul qilmasa endi o'zi biladi. Xo'p, endi bular narxiga kelsak, aziz obunachilar, narxi tanlab olishga 20 million 500 mingdan boshlanadi. 20 million 500 mingdan ikkita chiqarib berishar ekan, u yog'i 21 million, 21,5 million, 22 million so'mgacha narx qo'yilyapti tanlab olishga. 22 million so'mgacha.
narx qo'yilyapti. Shu mashina 45 ta molning ichida ikkitasi sotilmaydi. O'sha 45 ta mollar orasida 20,5 milliondan boshlab 22 million so'mgacha narx qo'yilyapti. Aytilgan narxidan sunnatiga tushib beriladi. Ana aytgan katta narxi tushib berilmaydi. Misol uchun kelib kimdir 2 million, 3 million, 5 million so'raydi. Yo'q, yaqin aytib, yaqin sotishadi aziz obunachilar. Bozorga chiqsangiz bitta xunajin, mashina xunajinni ham 20 million deyapti. Siz bo'g'oz xunajinni olyapsiz. 20,5 million kami bor deyotganini ham so'raladi. Sunnatiga tushib beriladi. Ana aytgan 1-2 million tushib beradigan holat emas. Bu yog'ini ham aniq oydin aytib o'tib ketaylik. Eng asosiysi siz ikkita mol olishingizni tasavvur qiling-da. Bu qonunda bolasi ham bor-ku, siz bitta mol olmayapsiz. So'ngra hammasini misol uchun mashina 45 tani shu bir joyga olaman degan odamga ikkitadan tashqari, xo'p, hurmatli obunachilar, 22 million so'mdan narx qo'yilyapti. Misol uchun 23 million, 24 million, 25 million deydi-da bu g'oz mollarni 6 oygacha bo'lgan mollarni. Endi hammasi ham sorti, sifati, parodasiga qarab narx aytiladi. Jaydari molli narxida siz olyapsiz. 22 million so'mdan 45 tasini bir joyga. Yana savdosi bor. Aytilgan narxdan savdosi sunnatiga tushib beriladi. Bu gapni yana takror aytyapman aziz obunachilar. Ana aytgan ko'p tushib berilmaydi. 22 million so'mdan hammasini olsangiz normalni tushib beriladi. Lekin bitta ikkita olganga 22 million, 20,5 milliondan 22 million so'mgacha narx qo'yilyapti. Aytilgan narxdan sunnatiga tushib beriladi. Tanlashingizga qarab narxini kelishtirib beriladi. Dastlabki xizmatlari ustida kelib, o'zingiz ko'rib, kelishib olasiz degan umiddaman. Hurmatli obunachilar, hozir endi meni qo'limdan kelgancha ma'lumot berdim. Yana ham sizga chuqurroq, aniqroq ma'lumot kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mollar narxi juda ham arzon bo'ldi. Otasiga rahmat deb aytib qo'yinglar. Bunaqangi nasldor bo'g'oz mollarni hech qachon bunaqa 22 million, 20,5 milliondan hech qayda qo'ymagan. Namanganda molli narxi tushib ketganini ham inobatga olib qo'yinglar. Eng asosiy gap Namanganda molli narxi tushib ketdi aziz obunachilar. Shunaqangi arzon bo'g'oz mollardan qidirayotgan, olaman degan aka-ukalarimizga yuragidan tavsiya qilaman. Imkon qadar ulgurib qolinglar. Sababiki songa ishlab olinglar, molni sonini ko'paytirib songa ishlab olinglar. Inshaalloh kelgusi yildan xudo xolasa soni ko'paygandan keyin yana sonini ko'paytiraverasizlar-da. Kelgusi yilga misol uchun mana shu molingiz ikkita bo'lgandan keyin bittasi 20 millionga olgan bo'lsangiz, ikkita molingiz 60 million, 70 million bo'lib tursin-chi. Конечно, sonini ko'paytirgan yaxshi-da. Hamma narsani ko'pida ko'proq baraka bo'ladi aziz obunachilar. Bu yog'ini ham inobatga olib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, mana shu joyda endi video syomkamizga yakun yasayman. Videolarimizni albatta ko'rgan, qiziqqan odamlar, hurmatli obunachilar, jaydari moli narxida narxlar bo'lib ketdi. Bu yog'ini e'tiborga olasizlar. Narxlar juda jaydari narxda bo'ldi. Hammasini yedishisini ko'ryapsiz. Birattasida ayb nuqson yo'q, kasallik alomatlari yo'q. Yedishisi zo'r, eng asosiy zo'r jihati sog'lom bo'g'oz bo'ldi. Mana bitta molni o'rniga siz ikkita mol olyapsiz. Bozorda yo'q narxlarda Fozil YouTube kanali tomonidan bo'g'oz mollarning narxi chiqdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Barcha aynani chorva aynaga Alloh o'z barakotini yog'dirsin. Videoda xato, kamchilik, aytilmay qo'ygan gaplarga albatta o'z uzrimizni so'rab qolamiz. Ko'ryapsiz, mana yeb ichib turibdi, hammasi sog'lom. Tanlovda adashmaydi. Eng asosiy gap shunda. Eng asosiy gap shunda. Bozordan arzon bo'ldi narxlar. Otasiga rahmat deb shu bolalarni duo qilib qo'yasizlar aziz obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barcha aynani chorva aynaga Alloh o'z barakotini yog'dirsin. Kelaverasizlar xudo xolisa. Ulgurib sotib olsanglar o'zingizga yaxshi bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Boringlarga shukr barcha aynani.